yosh bolalaringizga ochadigan, o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin. O'zicha harakat qilish kerak. Shu kalimani bora o'rgatib qo'ymasin bolasiga ko'chada. Fotihani bora o'rgatib qo'ymasin ko'chada. Nima uchun bunaqa deyapti? Ehtiyot bo'ling, o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalima. Ehtiyot bo'ling, alhamdulillah o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu odamga ajr ketadi. Alhamdulillah kim o'rgatib qo'ydi bolangizga? Kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi? Umrini oxirigacha aytgan toyiba kalimasi, Fotiha surasi o'qir ekan, shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. O'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq. Toki bir kunda necha marta o'qiydi musulmon alhamdulillah surasi? 30 necha marta? Har bitta harfiga qancha ajr bor? 10 ta ajr bor. Va shuncha savob birovga berib yorasizmi? Yo'q, o'zingiz o'rgating. Kalimani ham o'zingiz o'rgating. Fotiha surasini ham